Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 7 va 9 oylik bolalar uchun qanday qo'shimcha ovqatlar bergan ma'qul degan savolga javob berib o'taman. Demak, boshladik. 7-9 oyda bolaga ko'pchilik qo'shimcha ovqatni endi bera boshlayotgan yoki davom ettirayotgan bo'ladi. Demak, qanday mahsulotlarni bu davrda berish foydali va mumkin? Avvalambor avokado, sabzi, kabachok, qovoq, kartoshka pyuresi, kashi, pechenye, nok va olma sharbatlari berish mumkin. Bularni qanday ko'rinishda berish afzalroq hisoblanadi? Ya'ni 7-9 oylik bolalarning ko'pchiligida faqat oldi tishlari chiqqan bo'ladi. Shuning uchun berilayotgan taom pyure shaklida bo'lishi lozim. Tishi chiqayotgan paytda qattiq pechenyelarni qo'liga berib qo'yish mumkin. Ko'pchilik butilkani o'zi ushlab suv icha oladi. Asosiysi bola yeyishni istamasa, uni zo'rlamang. O'ylaymanki, shu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.